Assalomu alaykum. Mana biz Karparkingga 3 oy oldin kirgandim. Hozir bu yangi akkaunt, eski akkauntimga kirishga harakat qilaman. Keyin kirib o'zim arzu qilaman. Kodini yozsam ko'plar kirib oladi. Yangilanishlarni yetib ketamiz. Bu mashina qana videoni davom ettiramiz. Topib bo'lmadi, akkauntimni ololmadim qaytarib. Hop, masalan, endi cho'tki tuning deb beraman, foiz beraman. O'zingizga guvoh bo'lasizlar, короче. Sizlarga beraman shu mashinani. Uzoqqa minib yurasizlar. Shu mashinani tekin yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun просто kommentariyaga Karparking deb yozib ketasiz. 2 yozasiz va nikizini yozib ketasiz va Karparkingingiz va kirish vaqtingizni yozasiz va haytda ID'ni ham yozasiz. Mana hozir bu joyda ID bo'ladi. Hammada bor bu narsa. Mana hop, mana bu narsa. Minut. Uzr, hozir mana ko'rsataman. Baskaram bu narsa. Mana bu narsa. Xullas, o'zingiz chimoling hozir. Xato qilyapman. Keyin boshqa mashinalar bilan bitta shu bilan bering. Hop. Mana shu ID'ni, mana shuni o'zini yozib ketamiz. Men sizlarga beraman shu mashinani. Va yoniga ikkita mashina qo'yib beraman. Oddiy Bugatti va oxirdagi qimmat Gelik. Bo'ldi, menga shunaqa motorlar. Ko'rmoqchi bo'lsanglar, конечно, obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak, men tekshiraman. Obuna bo'lgan bo'lsanglar beraman. Like bosishim. Пока.